Xitoy hukumati Uyg'ur san'atkorlarini Yevropada o'yin qo'yg'izib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yuyishga uringan deb qaralmoqda. Yaqinqi bir qancha kundan beri vatandan chiqqan bir o'mak Uyg'ur san'atkorlarining Yevropadagi mashhur maydonlardan naqsha aytib, usul o'ynagan videolari ijtimoiy to'rbatlarda tarqalib, muajiratdagi Uyg'urlarning diqqati va noroziligini qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati bir qo'lliq uyushtirgan bu safarda avtonom rayonlik muqam ansambldagi Uyg'ur naqshi usulchilar Fransiyaning poytaxti Parijdagi Eyfel munari udildagi maydonda va Vengriyaning poytaxti Budapeshtdagi Qahramonlar maydonida o'yin qo'ygan. Bu Xitoy hukumatining 2017-yildan beri tunji qitim bir Uyg'ur san'at o'mikini Yevropa davlatlariga avatishi bo'lib, o'zining bir qancha yildan beri Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini inkor qilish uchun ilib borgan Xinjiang degan yaxshi joy nomli tashviqot faoliyatining bir qismi ekan. Mazkur san'at o'miki 10-apreldan 13-aprelgacha bu ikki davlatni ziyorat qilgan. Amerika va uning 10 necha ittifoqdoshlari Xitoy hukumatining 2017-yildan beri Uyg'urlarga qaratgan qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlagandan keyin Xitoy hukumati buni inkor qilish uchun davlat ichi sirtida Uyg'urlarni davomli naqsha yetkazib va usul o'ynatib, ularning Xitoy hukmronligi ostida qo'shal yashayotganligini tashviq qilib kelgan edi. Xitoy hukumatining davlat sirtida elib borgan tashviqoti dal Xinjiang degan yaxshi joy temasi bo'lib, Xitoy o'tgan yili avatgan bir Uyg'ur san'at o'miki Turkiya va Arab birlashma xalifaligida o'yin qo'ygan edi.